Hozirgi kunda chorva vaqtga aka-ukalarimizga ko'p tavsiya. Sovuq tushdi deb turib, qo'yxonalarning atrofini salafan bilan o'rab qo'yishyapti. Havo kirmaydigan qilib. U qo'y siyadi, siygandan keyin o'zidan kislota chiqaradi-da, endi amak kislotasi siydik zax. U qaytib o'zi nafas oladi, u qo'y. Nafas olgandan keyin ishtaha bo'g'iladi qo'yda. Hali shuning uchun juda ham ko'pchilik meni qo'yim yaxshi yemayapti, ozgina yeydi, yotib oladi deyapti. Qo'ydi, shuning uchun tavsiya yurpadoshlar, tagi quruq tursa, ustidan yomg'ir o'tmasa qo'y so'qatmaydi. Havosini almashtirib turish kerak. Qo'y sovuqni yoqtiradi. Endi unaqalik qattiq -10larga tushib ketsa, sal o'rab qo'ying, lekin u mana shunaqa minus, mana plus minus bo'lyapti-da, shu paytda bemalol ochib qo'ysangiz bo'laveradi.